Aktabay. Birgemne Yulubeskili salmoq darajasi Alpamız Dastanbek Qozog'iston, Rasulbek Ortiqoy O'zbekiston taqdirladi. On a female A. 4 points for left. Sorry. Birgemne 67 kg salmoq darajasi Ibragimov Almurat Qirg'iziston, Amatul Ismailov Qirg'iziston taqdirladi. On a female wrestlers in category 67 kilograms. In red for Kyrgyzstan, Ibragimov Kalmara. And his opponent in blue for Kyrgyzstan, Amatur Ismailov.
Avlemde 63 kg salmoq darajasida bellashuv oyoqladi. O'sha bellashuvning jeng'ipazi Kerem Kamal, Turkiya. The winner on in red for Turkey, Kerem